issiqda manda shamollaganlar bo'lsa, kommentariyada plus qoldiringlar. Ovozim bo'lgan bo'lsa, shamollagan bo'lsam ham, lekin sizlarga vlogimni otvurka qilishga qaror qildim. Shuning uchun like bosamiz. Erim ketdilar, endi zavtrga qizlarjonlar paypay. Rahmat. Keyin boshim og'riganidan surani qo'ydim va makiyaj qilishni boshladim. Rostdan ham ertalabdan suralarni eshitsangiz, o'zgina yengilroq bo'laykaningiz. Keyin kiyimlarimizni kiyib salonga keldik. Salonda ishni boshladik. Singlimning обучениесini boshladik. Kстати, kim обучениеga kelmoqchi bo'lsa, bitta qizni olaman, telefon qilinglar tez. Keyin o'zgina vaqtimiz bor edi, shuning uchun magazin tushdik, u bu narsalarni ko'rdik. Keyin salonga qaytib, men qoshlarimni qalam qosh qilishni boshladim. Ko'p kishi mendan so'raydi, nima uchun qoshingizni termaysiz, siz o'zingiz master-ku deyshadi. Lekin qizlarjonlar, qosh terish men uchun juda ham og'riqli, shuning uchun kamdan-kam terib turaman. Qoshlarimni chiroyli qilib biznes vstrechaga keldim. Qizlarjonlar, kimga uyda o'tirib dohod qilmoqchi bo'lsa, Telegram kanalimga o'tinglar, o'sha yerda hammasini aytib beraman. Keyin uyga keldik, ujin qildik, ujinni videoga emas, rasmga olib, men xudoga shukr shunisiga ham keyin musullarni tashadik, bankdan pul yechib oldik. Bir ikkita magazinlar kirdik, u bu narsalar oldik. Endi oylik tushgandan keyin hammasini sirazi yo'qotish kerak-ku. Keyin uyga keldik, ertaga bizning syomkamiz shu uchun bosh yuvish, shunaqa taraddud boshlandi. Mana bu sassiq narsa olibman, shunaqa edi sassiq, lekin soch o'stirar ekan. Keyin nashnoy jor boshlandi. Sizlarga storiesga ko'rsatmadim, chunki havaslaringiz ketadi deb o'yladim. Sen пока.